qanaqa bir isqirt bir gryaz latta insonsan-la. Bitta qanaqadir singlimizni endi men uni lishda men o'zim tanimayman, u ham meni tanimasa kerak. Nomini aytmayman. Qanaqadir video tarqalib ketdi, nimadirlar, hamma hozir o'sha muhokama qilib tema qilyapti-da, u narsa bo'lganmi, bo'lmaganmi. Hop, mayli bo'lgan deyilgan, misol uchun, bu narsani sen ko'rib, tarqatganda nima kayf? Даже bir ikkita qanaqadir gryaz insonlik kommentariyasiga kirib, menda bor u video, menga o'tib tashlab beraman, direktdan yozing, ikkinchisi kirib, "Oka, menga tashlab bering, Telegramdan yozib yuboring, yo'q edi, bu yo'q edi." Nima? Bu narsa mazza qilasanmi ko'rib? Dar shariatda aytilgan, kimdir gunoh qilsa, gunohini bekitgan, Allohning o'zi bekityaptimi? Sen chiqib buni oshkora qilishga haqqing yo'q, boru. Ya'ni qanaqa ayollar ham emas, boru erkaklar ko'p kirib olib, polni tema qilyapti-da. Nima kayf qilasan bu narsadan? Erkak kishisan-ku, naturi sal o'zing yig'ishtirib olgin. Ertaga seni ham boshingda singillaring bor, opalaring bor, naturi aytyapman, boru.